56 kvadratli kvartiraga qanaqa va qancha miqdorda material ketganini hozir ko'rib chiqamiz. Obuna bo'lib qo'yib, like bosishni unutmang. Sababi kvartira polniy bitgandan keyin remontiga qancha pul ketganini aytib o'tib ketamiz. Xonadonimizga kirganimizda o'zi rodbitdan shtukaturkamiz qilingan edi. Biz nima qildik? Polностью devorlarni shtraba qildik, rozetka va выключатель joylariga kabellarni tashlab ketishdan boshladik. Ya'ni VVG, NG kabellari 3.1.5, 3.2.5, 3.6, PVS 3.075 va alyuminiyeviy uncha-munchaga yonmaydigan zashitali 2.2.5 kabelimiz общий hammasi 912 paganometr ketdi. Elektriskiy kabellarimizni patolokdan yurgan joyiga gofr ishlatganmiz. 25 lik gofr va uni klipsasi, u ham 25 lik klipsa, ya'ni gofrani o'shab turishga. Goframiz общий 300 paganometr ketgan, a klipsamiz 250 ta dona ketgan. Keyingi ish turimiz полностью santexnika bitgandan keyin полусухой stashga qilganmiz, 56 metr kvadrat va balandligini 7 sm qilganmiz. U ishdan keyin полностью patolok va devorlarimizni izolyatsiya qilganmiz, ya'ni minvata bilan. Minvatamiz 98 metr kvadrat ketgan va uni ustidan paraizolyatsiya membrana qilganmiz, 55 metr kvadrat. Xonadonimizga Knauf vлагостойкий gipsokartonlarni ishlatganmiz. Patologimizni полностью gipsokartonlar va devorlarimizning ko'p joyi gazoblok va ayrim joylari встроенный shkaf bo'ladigan joylari ham gipsokartondan bo'lgan. Общий patolok va devorlarimizga 115 metr kvadrat gipsokarton. Patoloklarimiz va devorlarimizni karkasi Tavriko 3.4 reykasidan bajarilgan, общий 528 paganometr ketgan. Eng qiziq joylaridan bittasi bu sanuzel xonamiz. Sanuzel xonamiz 120 ga 60 kafildan bajarilgan va общий 42 metr kvadrat kafil ishlatilgan. Boshida devorlarimizdan shtraba qilganmiz, kabellarni tashlab olish uchun o'sha joylarni yamashimizga Knauf rodbantimizdan 5 qop ishlatganmiz polniy butun xonadonimizga va butun xonadonimizni shpaklyovka qilish uchun 15 qop Eleron 01 shpaklyovkasini ishlatganmiz. Ayrim joylarimizda aboy qilinadigan joylarimiz bor. 9,5 metr kvadrat aboy ishlatganmiz. Qolgan hamma joylari shipon obshivkadan bajariladi. Xonadonimizning pollarini maksimal tekis qilib olish uchun oxirida nalimnoy pol ishlatganmiz. Balandligi 0,5 sm va 18,5 qop nalimnoy pol ketgan. Undan tashqari xonadonimiz polniy gruntovkalariga 4 kilo gruntovka ishlatganmiz. Bizning qurilishi noldan kotlavandan под ключ bajaramiz. Agar sizda momoda kvartira bo'ladigan bo'lsa, kvartirani ham remontini под ключ bajarib beramiz. Like bosib, Instagram va YouTube sahifalarimizga obuna bo'lishni unutmang. Sababi shu kvartiramizda ham oxirida remontiga qancha pul ketganini aytib o'tib ketamiz.